Bugun insoniyat taraqqiyotning yangi cho'qqalarini zabt etmoqda. Lekin keyingi asrlarda butun kurrai zaminga keng tarqalgan bir illat bugungi kunda hammamizni tashvishga solib, og'ir jinoyatlarni sodir etilishiga, oilalar va millat genofondini buzilishiga olib kelmoqda. Bu giyohvandlikdir. Keyingi paytlarda giyohvand va psixotrop moddalarni inson salomatligiga ziyoni haqida ko'p gapirayotganligiga qaramay, afsuski yoshlar orasida bu zararli moddalarga qiziqish saqlanib, ertamiz egalarining bu illat domiga bilib-bilmay tushib qolayotgani achinarli holdir. Buning uchun birinchi navbatda aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini ommalashtirish, narkotik vositalarning iste'moliga salbiy munosabatni shakllantirish kerak. Ikkinchidan, har qanday kasallikning oldini olish uchun avvalo organizmda unga qarshi immunitet hosil qilish darkor. Uchinchidan, ota-onalarimiz farzandlarimizning ichki dunyosidan boxabar bo'lib borishlari, shuningdek, ular olayotgan axborotni, ko'rayotgan film va kliplarni imkon qadar nazorat qilib turishlari ayni muddao bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, bugun oilada, yoshlarning tarbiyasida hamma vaqt ularning qayerda va kimlar bilan birgalikda bo'lishlari, nima ish bilan mashg'ul ekanliklarini nazorat qilib borishlari nihoyatda muhim. Zotan yoshlar ertamiz egalari, kelajak bunyodkorlaridir. Ularning ertangi taqdiriga, sog'lig'iga befarq bo'lishga aslo haqqimiz yo'q.